Abdumalik aka, hozir bitta savolim bor. Meni misol uchun 10 gektar joyim bor. 10 gektar joyda dronni agarda shu udabreniya yoki ximikat bermoqchi bo'lsam, bunga shu josip pultim bilan boshqarib o'tiramanmi? Bizdagi o'g'itlash, dorilashga mo'ljallangan katta dronlarimiz pult orqali maydonimizda o'lchamlari kiritiladi. Maydonlarni kengliklarini belgilab, mustaqil ravishda dorilash amaliyotini bajaradi. Masalan, deylik 40 litr DJI Agras T40 modelimizda 40 litr. Bu o'rtacha 10 daqiqa atrofida uchadi, 2 gektargacha. 2 gektar joyda bu bittada bemalol ishlov bera oladi. Qo'limda boshqaryapmanda to'g'ri sepolmasligim mumkin. Yo kompyuterda sistema kirgizasizlarmi shu territoriyasi, diametrlari? Albatta, bu jarayon boshida bo'ladi, kalibrovka qilinadi. Deylik 1 gektarga 20 litr ximikat bilan ishlov berasan degan buyruq beriladi. Bu mustaqil ravishda bir xil hamma joyda dorilashda. O'zi bir xilda borib sepib keladi. Chet elda yurgan vaqtimda aka bizda shu dronlar orqali bog'larda ximikat bilan zarar kurandadan himoya qilsak bo'lmaydimi desam, Rustam-bey, effekti bo'lmaydi. Ya'ni drondan foydalanmang bizda. Undan ko'ra o'zimizni an'anaviy usul yaxshi. Nimagaki yuqoridan sepsak, bizda havo quruqligini hisobiga biz sepgan narsalar yuqoriga ko'tarilib ketadi degan narsani aytdi. Juda ham to'g'ri. Bizda O'zbekiston sharoitida aynan shu muammolar mavjud. An'anaviy usulda bu muammolar deyarli ko'zga tashlanmaydi, chunki juda ham katta miqdorda suyuqlik bilan ishlov beriladi. Deylik 1 gektarga 200 litrdan 300 litrgacha suv aralashmasi orqali. Biz buni oddiy yechimini qilganmiz. Juda ham murakkab narsa emas bu. Kunda demak, obedgacha bo'lgan ertalab qismida 1 soat 2 soat quyosh chiqib shudring ko'tarilgandan so'ng, keyin tun qismida asosan obeddan keyin harorat maksimum 30 gradusgacha bo'lgan holatda biz ishlov beramiz. Bu ancha o'zining samarasini berdi. Uni qanday aniqlaysizlar? Sensor datchiklari bor dronlarda, graduslarni o'lchab, o'shanga moslashgan harorat. Demak, sizlar u yerdagi datchiklarda hamma ma'lumotlarni olib turib, unga qarab turib, o'sha vaqtda yoki ximikat yoki udabreniya shu orqali berasiz. Ha, xuddi shu. Tasavvur qiling, 10 gektar bog'im bor. An'anaviy usulda sepadigan bo'lsam, menga nima foyda yoki drondan foydalansam? Afzalliklarni sanash uchun to'g'risi vaqt yetmaydi. Juda ham katta prezentatsiyalar ishlab chiqqanman. Bunga uzoqroq vaqt ketadi. Eng asosiy tamoyillarni aytib o'tishim mumkin. An'anaviy usulda bizda yerni birinchi navbatda quruqligi, namligi, balandligi, pastligi bular katta ahamiyatga ega. Chunki yer nam bo'lganda unga ishlov bera olmaydi texnika orqali. Bizda dronlarimizda-chi, har qanaqa yer nam bo'lsin, quruq bo'lsin, kunduz tun qismi bo'lsin, uni ahamiyati yo'q. Zo'r narsani aytib o'tgan. Tasavvur qiling, poliyamizda yog'ingarchilik bo'ldi yoki namlik ko'payib ketdi. Bizda agrotexnikalarimiz kira olmayapti. Misol traktorlar kirib ichkariga ishlov bera olmayapti. Kasallik tushganini ko'rdim, lekin men hech qanaqa unga qarshi kurasha olmayapman. Bu idealniy yechim. Bu soha sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumotlarni, saytlarni, kontaktlarini qoldiramiz. Kirib ko'rib, yana qo'shimcha savolinglar bo'lsa, o'zlariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Aka, rahmat sizga. Salomat.